Kazbek To'lan men haqimda video qilgan ekan. O'sha vaqt ro'za edi. Men Erkabulon To'ktar bilan ro'zada ham face kelganimizda men oldiga yaqinlashmaganman. Chunki Odilxon bilan o'rtasida muammo bo'lganda, shapaloq bersa, meni ham jahlim tez, uni ham jahli tez. Ikkalamiz urushib ketib, men ro'zamni ochib ketish kerak edi. Allohning mana shu yaxshi kunlarida iloji boricha sizni bizda anaqa qilib, distansiya saqlab, yaxshi kunlar o'tkazishni xohlayman. Shuning uchun indamadim. Ha mayli dedim. Meni ustimdan kulib, aperkat urganimni qo'yibdi. Men dala dashtlarda trenovka qilganman. Dala dashta yugurganman, turniy bursam, milliy kurashda yurganman. Xudoga behisob shukrlar bo'lsin. Meni kardiom tog'ni bo'risini kardiyosi. Meni izimda turgan odamlar mendan umidi bor. Men umid bilan oilam uchun harakat qilishim kerak. Xudo xolasa inshaalloh o'shanaqa ahmoqona o'darlar u ahmoqona o'darlarga chora yo'q. U shunchaki ahmoqona. Unda kitobda yozilmagan o'darlar. Shunchaki tegadi tamom. Avvalambor Alloh xudo xolasa inshaalloh kulgani uchun chiroyligina atvet bo'la kelayotgandi.